O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish jarayonlarini tashkil etish tartibi qanday? Bugun ushbu savolga javob topamiz. Oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish jarayoni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentyabrdagi 797-sonli qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish jarayonini tashkil etish to'g'risidagi nizomi asosida tashkil etiladi. Oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish jarayonlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, mutaxassisligi bo'yicha mustaqil shaklda malaka oshirish. Ikkinchisi, muqobil shaklda malaka oshirish. Uchinchisi, ta'lim dasturlari asosida oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazlarida bevosita o'qish orqali amalga oshiriladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimiz bundan-da qiziqarli bo'ladi.